Assalomu alaykum. Tikuvchi va tikuvchilikka qiziqadigan aziz insonlar. Do'konimizga keng assortimentdagi tikuv mashinalarimizga kelgan yangi barabochi. Hozirda sizlar bilan uni narxlari bilan va holatlarini tanishtirib o'taman. O'yinimizni Brus raspashvolkasidan boshlaymiz. Holatlari yaxshi holatda bo'lgan Brus raspashvolka. Bu yangi variant bilan hamma yo'g'i bir xil bo'ladi. Ya'ni yangi W4, yangi K5, P5 modellar bilan bir xil holatda tikadi va zapchaslari ham bir xil tushadi buni. Buni narxi $200. Holati ideal holatda, mana aslanning ko'rishlarimga qilingan shilingan joylari yo'q. Buni sal ko'proq ishlagani bor. Mana buni narxi atigi $150. Ikkovsiga ham bir yil kafolatini beriladi. Bu yerda Jack F4'imiz kelgan. Holatlari yaxshi. Hamma yo'q ishlaydi, cho'pli, kafolatli. Narxi $200. Bu sayberloyimiz. Narxi $230. Holati yaxshi. Bu yerda Brus R2'miz bor. Holati yaxshi, ideal ssenari, aslan yurishlarning qirilgan shilingan joylari yo'q. Polniy avtomat R2'ning oxirgi chiqqanlaridan bu. Narxi $300. Yangi robga Nelstar Abelo. Narxi $230. Sotuvimizda 5 dona mavjud. Makin to'g'richakimiz yangi robga narxi $210. Britex to'g'richakimiz yangi robga narxi $210. Jackie H1'imiz sifatli to'g'richak narxi $260. Va uning orqasida Jackie H2'miz turibdi. Bu ham yangi robga narxi $300. Bu chiskali varianti. Bu oddiy varianti. Orqasida Baoyo raspashvolkamiz turibdi. Narxi $280. Jackie raspashvolkamiz yangi robga $550. Bu yerda Brus X5'larimiz turibdi. Holatlari yaxshi. Narxi $300 dan. Brus X3 Averlosi yangi robga hali beri to'liq terilishgan uyumagan. O'zimizga arzonroq qo'ygan uchun biz ham arzonroq qilib berdik. Narxi $350. Yangi robga hali beri ishlanmagan. Duma polniy avtomat to'g'richak narxi $370. Nelstar yangi robga to'g'richak narxi $200. Jaku Aveloyimiz polniy avtomat narxi $420. Jaku chiskali to'g'richakimiz $240. Jexi polniy avtomat to'g'richaklarimiz narxi $280, $320 dan. Orqasidagi 9 xil chokli. GMC to'g'richakimiz narxi $200 yangi robga. Bu yerda Sunser Averloyimiz bor. Holati ideal holatda. Ko'rishlar mumkin. 2 dona mavjud. Narxi $290 dan. Buning yangisi $360 dan o'zimizda sotuvimizda mavjud. Ko'rishlar mumkin holatini. Jackie to'g'richakimiz yangi robga narxi $210. Jack A4E holati yaxshi. Arzonchiroq avtomat Jack so'raganlar uchun narxi $350. Brus R4 holati yaxshi, polniy avtomat bu ham. Narxi $220. Jackie polniy avtomat to'g'richakimiz holati yomonroq, lekin hamma yo'q ishlaydi. Narxi $180. Jack F4'imiz seriyalari bu. Holatdan ko'rishlaringki, buni ham qirilgan shilingan joylari yo'q. Narxi $200. Ruyan yangi robga narxi $220. Sunser S1T narxi Jackie F8 Averloyimiz narxi $360. Sanser R5T Plus Averloy polniy avtomat narxi $370. Sunser polniy avtomat Averloy narxi $580. Sunser polniy avtomat tugmamiz $780. Bu yerda yana Jack F4'larimiz holatlari yaxshi. Buni ham narxi $200. Jack W4'imiz holat ideal holatda. Ko'rishingiz mumkin. 5 choklikka moslab qo'yganmiz. Gul chokka deganim. Narxi $320. Jack F4'imiz holat yaxshi, buni ham narxi $200. Siruba
Polniy avtomatik to'g'richaklarimiz narxi 230 dollardan. Sunsir Airbird avtomobilimiz holatlari ideal holatda. Ko'rishlar tepasini ham buni yangisini 380 dollar 400 dollar o'rtasida sotamiz. Buni narxi esa 300 dollar. Dison arzonchiroq to'g'richak holati yaxshi so'raganlar uchun narxi 190 dollar. Mitsubishi qulog'ida magnit motor plata qismi pastda joylashgan, buni narxi arzon lekin. 1 yil kafolatini beramiz. Narxi 130 dollar. GMC osmon magnit motor avtomobilimiz narxi 135 dollar. Jack 3 ipli avtomobilimiz narxi 200 dollar. Bu yerda Britex dizaynlarimiz bor. Narxi 200 dollardan. Bu 8ligi, 10ligi ham bor. Buni narxi 220 dollar bo'ladi. Bu yerda bachoyli dazmollarimiz bor. Buni kampali 115 dollarga beramiz. Brus dazmollarimiz bu pingvin dazmol. Buni narxini 40 dollarga beramiz. Bu Bayudi pingvin dazmoli. Buni narxi 40 dollar. Va bizda keng assortimentda zapchastlar va ehtiyot qismlar bor. Bemalol kelib do'konimizdan xarid qilishingiz mumkin. Manzil Andijon shahri, eski HBK fabrikasi ro'parasida 118-uy. Mo'ljal Marjon tekstilda ro'parasida. Yonimizda velozona va matbuot binolari joylashgan. Bemalol do'konimizga kelib, barcha mahsulotlarimizni xarid qilishingiz mumkin. Pastdagi nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar, qandaydir ma'lumotlar kerak bo'lsa.